qaytırdın bana ha? Toxtu gülnümü. Onda olsa dəltib ketdi mənə qıran. Ben eğilimdeki seyril tam kıtsı koyasıga. Sen ikisiyle bil koşul alayım ben. Vay kutlu ettim ha. Öyünün işçimi kutun, keşimi kutun. Vay anam. O derizlik aldıran değil mi? Benim hayatım başta üstümüm değil mi de? İkinci kete mutlaka kopşamak gerekirse. Küldür küldür elini güldürer. Modikerin optolunu işlep görün. Maşinanızda işinin. Maşinanız Onda olsa kızgın alkışlarımız bilen tekliflik mehmanımızın sahneye teklif kılımız. Merhamet. Adam teğenep durğandı kimdi o bu? Reşit, sinize ahır tutun kaydırdın bana ha? Hey, ben sana diye ilk işini tutamazsa ha? İlk dostum Tursun Gül'de görüştürdüğün işin deme. Şunu uçu kara, red paks kinip gelsen, dostumuz görüştürgül aparmasını. Nime? Silen öyünü bilmesem, bizden öyücü kara, ma piçan kumbağının yol yak kısıdılar. He? Ben sana da koyay Reşit, muş kıtımıcı poğaçılık kıp, muş layıqını ketkizip koyduğamsan, boytak bitir git kalsa mesip da koyay. Şunucu, yaşarak tesir kaldır. He? Hangi yapıcı, görüşkendi deyişini. Hoş. Reşit Mucağı degen ben şu. Yıkaşçılık kılma. Onca mütçe yıkaşçılık kıl ipimi var. O yıkay turaptı ki yez bazaladı kıl. Mucağın dep donkım batı. Donkım bat. Hey, burunca bu yıkaşçılık ne hey? Oddi üskünlerle kolumuzu kıldıgan deydik. Hazır terak kıldık. Bütün üskünlerimiz zaman işi maşılış ketdi. Maşılış ketdi. Lekin muş toy işimge kelgende zat epleşmey oturdu. Ey, yaş vaqtlarımızda iqtisad şaraitimiz yaxşı olmaganken, birer qizbonlik ga qildiganmi jur'atimiz yo'q. O'tirgan deydik. Endi mana ishlarimiz yurishib, pul topdik. Bütün ishlarimiz mashillashdi. Endi işlerimiz yürüyüş ketgende qeri boytaq bo'lib qoldik, qeri boytaq. Qeri boytaq. Endi bugun bunu savoqdishim Noit bilan o'ynayotgan Tursun Gulmi, To'xtugulmi, Shazdanmi ishqilib birsini tunishtirmi degan. Ta'lim kaqasamdi. Qachongacha boytaq bo'lib o'tirib ketdimmi bu yerda? Chiqsam ular bir qilib boqinamizmi? Hamdan. Va bu uyimiz bu qumtağın aldı davatqan. Ya öz kilamaydı bu ma. Ma öy kirib bir so'rab baqay. Uxlab tushibdi, seg'izxon sharaqchigan. Voy kimlar deb tursam, tushimdan ayol chiqmay turibdi. Darvoza nurg'ul turgandi. Voy kim o? Voy men! Voy men degan kim o? Voy men degan Reşit Mucang. Otam, hay Mujang deydi-ku. Hay mening uyimda Mujang nemish qilsin deymi? Men ya uy jo'shu qilmasam. Voy qanday kirib qopsiz? Ay bucu, to'xta gelning uyi. Voy shundoqmi? Voy kechiring. Voy nimada to'xtagan uyi? Hey, onda o'scha daltib ketdi men aqran. Hay Mujangga, ana hech tushunamay qoldim-ku. Hey, qarang. Buguncha tushdan keyin o'ynayotgan amin sizning uyingizga boshlab bormoqchi deydi. O saqlab tursam kamida mana bugun udulla ko'rish qoldik qilishadi mana. Otam, ay nim deydigansiz? Ay men yana tushunamay qoldim-ku bu. Nimga bo'lib ketdi? Onda o'scha qarang.
oynayasqan sizni tuyuqsizlik hoş qatay deb sizga demaganman o. Voy Mujan aka, hay men undaq kögel adamga xo'sh bo'lib ketmayman. Hay meningcha xeyli bir o'qiramigizmi? Oy, o'qirimigiz deb bo'g'iz yetishmay to'xtab qolibsiz-da xinim. O'qirimizni o'zimiz tasdiqlatamiz o'zimiz. Ha, shu vaqtgacha qarang. Ha, o'qirimiz tasdiqladi. Turib qolgan yeringizni yuguraksiz tig'i. Ha, xo'p. Otam, hay Mujan aka, hay mening o'qiramni chiqarang, undaq asan paslatgulmaydi-jimi? Ey, o'qirigiz xinim. Endi bu yer kelishni keldik. Endi yeshimaganda uyingizga boshlab birer piyol choyni bosib qo'yasiz. Bu yerda uzatmaydigansiz bizni. Ay, tan qilib ketgan qaranglar. Voy, ay o'nchilikni bilgichiligim bormi? Ay, mengacha opam, uy kelgan mehmongacha bahordek illiq chiroy oshqin deb ugatgan. Ay, o'nchilik bilgichiligim bor. Opangizga rahmat. Opangizga rahmat. Qani Mujan aka, uy kiraylik uyga. Qani. Qan terga tela. Hey, bellahim kat safalarkan bu. Ko'zim balkon ekan. Uchi Sarkarning safalari. Shunaqmi? Voy. Qani o'tir. Ey, mushtaq. Bellahim kat o'yladi o'tirgansiz juma to'xtagan. Qani chaylarni. Rahmat. Yo'l ketib soqatdimi? Shundaymi bek cho'nqab ketibsizmi? Ay bu Nazifaning chinchaynaklari qarang, shundoq tatliq bu ana choy damlasangiz. Ay yana bir piyola qo'yay, ha? Nazifaning chillariga navosamsin tatliqqa. Ey, mushundaq yo'g'on o'zingiz yolg'iz o'tirgan qo'rqmamsiz? Voy otam, hay Mujan aka. Ay bu nimaning qo'rqinchiligi bo'ldi? Hay, qarg'anda yolg'iz qolsangiz o'zingiz qo'rqamsizmi nima? Qo'rqma. Voy shuni qo'rishqaschi, amrazda bilan uyingizga keldimmi men? Voy Mujan aka, ondaq bo'lsa, men eg'ilimdagi serni tanqid qilib qo'yay sizga, ha? Hey, yomon qiziq chiqasiz juvay. Ey, unda bo'lsa shu seni igisi bilan bir qo'shib olayaman. Benim deydimde. Yürgün tüp. Oy, özüm tutup olay, ha? Lekin qımula qarsam, xel bu qaldırandayım qalam nima, ha? Çaylarni. Voy, bak endi qal. Usta içvatman Nazifani olgan keyin yomon tatliqqa bu. Ay shu. Hay, ana qus Mujan aka, ondan kepsiz qarang. Ay, ondan mama tushning vaqtim bu qoldi, biroz tamoq qilay. Tamoq yepmangan, ha? Hey, ovarman. Siz avar qilsam hamda aplashmaydi. Ya, avar qilmaydi. Birim o'tirib tur, ha? Nima shu ketdi? Vay! Hay Rishit, meni bu yerga taqlit qo'yib, nalat o'tlab, nalat sulab yuriysan. Hey, Oynayasqan, rahmat sizlarga juma, hey. Noyat ikkinglarcha, hey. Savoqdoshliklar, do'stlik mehrin men shunda yetkazatdinglar bu qitdim, hey. Mencha to'xtigimni uyda. Hey, to'xtamatdan, nimda batsa, endi men hozir Tursungul uydan chiqqan tursam. Tosh to'xtigimni uyda tursam. Hey Rishit, bu da qittimni oldinqitimda sarantib qish ketmagansa, ha? O'g'lalugan ekan, turgunlar bo'lmamsa deyman. Gap deganimcha qara, tars qilib g'och bo'lmamsa deyman. Siz saqlab turib ketdim men bu yerda. Ey, yillimicha qara, g'och bo'lib, ha, to'xtigimni yurigiga lop o'tdisab uyda. Ama Nazifaning choylarini ichkili o'tib qo'pdiq buni, ha. Hay, nimalarda yuradigan sensan, hiliqi cho'ng yo'l yaqsidiki, ko'k tomonliq uydik to'xtigin demayotgansan. Ha, shu. Dala shu uyda men qara. Hey, xudo kiribsa chaqan hinchiq. Men shu ko'k tomonni oldi saqlab turibdim men seni. Chaqanchiq. Hey, qara, hey. Misagil kira, o'ygil kirasan. O'ygil kir. Tamoq qilma deb chiqib ketdi. Hay, chaqan bo'l, men chiq. Men sana inniq dedim-ku to'xtigin. Men meyvelarni Tursungul o. Mana telefon keldi-mi? Xo'sh. Oynayasqan. Ha, oynayasqan kelibdimi? Ana quz men o'zim chiqay oldim. Bo'ldi.
siz to'ng'ingiz qililgan. Chiqib boqay. Voy, andaqda mayli bo'lsa, men tomoqni O'zim chiqib boqay. Voy. Qanaqa qotaysan hey qatarmısan? Ben inniqdim bu. Tursungul deb. Hey, boshqa vaqtlarda qizavul ko'rishtirgil apasam, putuğum mıqkir ketken kıldak söylüp bana aytding. Bu da aqtim nim putuğu g'altak vakit olgandek oldimni yugurib kelib satigi. Men juru xato kir qapsa ketimiz. O'zing To'xtugulniki to'xtamdiki kirdim. Hey, qulug'im pamosidan men inniq dedim ku tursungul deb. Man ketimiz. Qara, mencha shu to'xta degan yanil anglabdim telefonda qara. Buni ilvasinchi mushu qara. O'zim kelishgan qiz borlik-a. Mushun bilan buni ilvasinchi. Hey, men tursungul degan do'stimga nim dema biz deyish qo'ygan tursak, man ketimiz yurman. Voy, men uni gapni boshlab qo'ygan tursam, tomoq qilib ketdi haq uyga. Hey, qanaq ketimiz demsa, munaq ketimiz qara. To'xtugul, to'xtab turing, mush yerda saqlab turing. Sizning qilingiz boshqa. Tush ko'rgach, uxlab turing deb ketimiz. Mamam jurib, To'xtugulning turib tursin, men to'xtagan almamga gapni boshlab qo'yib berdi. Hey, makagiz birdam aplishim bo'ldingmi atiq, ha? Voy. Saqlab bo'lmay o'zim kirib, endi Voy, oynaysan? Voy, bekagib o'gil kirib, xo'sh bo'ldi. Ay, men o ritsni izlaydigan zo'roq ishim batdi, shuni ishlan kelgan. Voy, xo'sh bo'ldi. ketgandim. Ay, sizga ko'p rahmat, juma oynaysan. Ay, bizning g'imizni yeb, ay, bak jafotatibsiz. Jafotatdi. Ay, hammasi qarang To'xtugul, mush rishning tirishchanligi. Ba'zida qarang, mush xato kir qolgan o'yladimizcha baqib chiqadigan-ki. Bo'ldi, sizlar kirib ketaveringlar men mangay. Ay, otayda uy kirganda tamoqni pishqagan uy kirib o'tirib. Layman qolma. Yo'q, bo'ldi. Keyin sizni ayrim yo'qlab kelma. Bo'ldi. Layman qutdi. Bo'ldi. Kirib ketaveringlar, bo'ldi. Ha, ana ayrim yo'qlab kelma do'stim sizni. Ana Husayn. Layman silang yamsa. Ha, voy. Bo'ldi, ana. Ha. O'lgir. Yaxshilik yarashmaydigan. Qarsına bo'lma deyishday yoq qo'ysam, taq aplishim bo'g'inni. Tursungul do'stimga nim demamda. Programımızga hoş geldinglar. Albatta bu aziz mehmonlarimizmi shu Molligirin Küldür programımızın alayda təkliflik mehmonlari, Pişcan Nayiylik Kroran Naqsh Usul teatr ömrüginin aktyorları. Rahmat Nayiydi bir yaxshi komediyelik bir numara kapsizlar. Hammamiz intayin kuldik. Hatta çekilgan ishikka. Yaxshi numara kapsizlar, rahmat sizlarga. Albatta bizning təkliflik mahirlarimizga baho bermaymiz, lekin shu ustozlarimizning bir yurak so'zini anglab baqsaq. Shundoq bir tatliqqa, bir turmushliq bir etot bo'pti. Shuni astoydil o'yindinglar. Alloh bilan mush sahnaga chiqib, shunchalik bir astoydil o'rlab berganinglarga rahmat, japatatdinglar. Bo'libmi bu yigitninki obrazi alaydi bir adam esida qolgandek bir obraz yaratdingiz. Chunki mushunday yigitlarimiz bor. Bizning atrofimizda. Shunday bir obrazlik bo'pti. Rahmat sizlarga, japatatdinglar. Bundan keyin yana biz sahnamizda sizlarni ko'rishni orzu qilamiz. Rahmat. Rahmat. Abay mush etodni o'rniga vaqtida qarsamış karxanchilarimizning bak hoş bo'ldi. Har bir markalarni eg'iziga elib turib, Nazifaning qochiq qo'mishlari, anonga sarkar shaklining uy jazlari deb mushtarpinglarni intayin suyundik. Rahmat sizlarga. Etodinglar yaxshiki avval kitobida azroq loyiha bor-ki. Endi shu Tursungul qandaroq qiz bola o'g'aydi shuni o'ylab qoldim. Endi ijodiyat deganda yana rivojlantirg'ili bo'ldi ekan, chaqchaq qildim ham demoqchi o'g'limizcha kitobini. Buni o'ylasanglar bo'ldi-ki. Masalan Tursungul qanday qiz bola degan savol mening qalbim shakllandi. Shu qizni chiqarishni o'ylasanglar bo'ldi-ki, qanday chiqarish hamda oldirmay ijodiyat qiladigan bir ish, balkim texnik bir avjiga chiqishi mumkin. Ashuni yaxshi qurashtira olsanglar. Bu sizlarningki o'makdagi bolalarning etodlarda bir yaxshi ish, sahna qizg'inligi bak yuqori ekan sahna qizg'inligi. Bu bak muhim narsa-ku. Ba'zi bir yaxshi bir etodnimi, mush artistlar ba'zi sahnaga sulg'un chiqib, toz qizimaydigan, toz voyaga yetmaydigan qilib qo'ydi. Masalan, sahna qizg'inliginglar 3 yilinglarning birdan yuqori andaq bir xil mayli ritm jihatdan ishtik,
sahne qizilliqlar yuqori bo'lg'achqa odamga intayin yaxshi bir ritmi tez, intayin mustahkam bir ta'sir berdi ekan. Shuningga kuldir sahnamizga kelganlarni qarshi olamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Biz bek hoş bulduk. Qaraganda şu ümetminingmi faaliyetleri hali ko'p o'xshaydi. Alayda ahmiyat berdik. Şu nailik, naqsh usul teatr ümiga degan kuchli. Teatr elementlarimi hali ko'pga. Asliga rahmat. Yana davomli shunday asarlarni akab tursanlar. Rahmat. Hani bu sahne eserlerini oynaşta hem de şu tomoshabinlarni o'ziga tortib turadigan birinchi nuqta hamda gradusni joyida ipmenish eng muhimchi. Obrazlarning yoritilishi, ana keyindan intonatsiyaniki gradusimi nihoyat odamni o'ziga tortib turdi. Shu programmamiz uchun alayda tayyorladik buni. Mening bilishimda. Bak yaxshi bo'ptimi Abdulla degandek. Sizlarning o'mak vaqtdan foydalanishni bildigan, chiniqqan artistlar bor o'makka. Rahmat sizlarga yana bir davomli Rahmat ustozlarga. Albatta shu programmamiz uchun qimmatli vaqtingizni chiqarib, mana shu qisqagina vaqt ichida mushtaq esil nomerlarni ib kelibsizlar. Bundan hammamiz intayin suyundik. Albatta korxonchilarimizning bu ko'ngil so'g'isi va programmamizning tajdorligini olgan Mo'lligirin silliqlashmaydiring. Ha, yaxshi kelibsizlar Mo'lligirin kuldir programmasiga. Hozir abiyam uqtsam, sizlarning mishaga kelib xizmat qilishinglar uchun orqa sapda xizmat qilgan sabdoshlaringlar bor ekan, shunami? Bu qitimda shu orqa sap xizmat qilayotgan shu sabdoshlaringlarga Karvan mablag' shirkati Mo'lligirin Abdullar bilan Pichanaya g'arbiy aylanmaga joylashgan Mash'al avtomobil asrash klubi Mo'lligirin maxsus etish do'konidan mushu mulozimatdan bahramand bo'lsa. Shularmi? Rahmat. Rahmat sizlarga. Sarkar uy jihozlari. Yaxshimisizlar? Itoatlarni ko'rib shunda huzurlandik. Shu itoatlarga ham bizningki mahsulotlarimizning e'lonlarini qilib berganlarga chin ko'nglimizdan rahmat bildiramiz. Albatta sizlarga bizning shirkatimizningki ko'ngil so'g'isi bor. Uchonlarga har biringlarga bir yurishdan oilada ishlatadigan meva sharbati tayyorlash, andan keyin go'sht qiymalash, talqonlash uskunlardan bir yurishdan uchonlarga jami 3 yurish sovg'a qilay. Rahmat. Ahmet ko'pdi qizqarliq, xo'shqirdak. Uchonlarga oltinglar ketiblar birdan jilaver beray. Ma'qulmi? Rahmat. Ha, yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Biz Şinjan Çindil şirketining mahsulotlaridan Çindil piyoz tableti, Çindil ko'z ro'shanlashtirish kapsuli qatorliqlardan sizlarga o'zingizga mos kelgandan so'g'at qildi. Sizlar 6 oqsabda 2-8 deb angladim. Hammalarga so'g'atimizni qabul qilsanglar, rahmat. Rahmat. Yaxshimisizlar? Men sizlarga Şinjan Qo'shnur yuvish buyumlari shirkati ishlab chiqargan Qo'shnur markasidagi kir yuvish, qoch yuvish mahsulotlaridan bir yurishdan sovg'a qilay. Undan boshqa o'zingizning oqsabdagi 3 nafar xizmatdoshlaringizga yana 3 yurish sovg'a qilay. Rahmat. Yaxshimisizlar? Yuqori mahoratlik nomerlardan shunday hozirlandik. Bargi Biopan texnik so'chak shirkatimiz Fairlas markasidagi barliq mahsulotlarimizdan tanlab setilishinglar uchun har biringlarga 500 yuanlikdan iste'mol kartasi sovg'a qildi. Topshirib bergaysizlar. Rahmat. Programmamizni alayda qo'llagan cho'ng ustam shirkatining ko'ngil so'g'isi bor. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Bizniki cho'ng ustam shirkati ishlab qazag'sagan to'y yurishligidan afshirish sovg'a qilsam, so'g'amni qabul qilsanglar, ichidan oltin uzuk, mashina degandek mukofotlar chiqyapti-da. İçini açqanda diqqat qilib ichib. Mashina yakib ketmasin. Mashina yakib. Navada ishlab mukofot chiqib qolsa, bizning shirkat bilan aloqa qilishib, amalashtirib olsangiz bo'ldi. Rahmat. Rahmat, nayt kutilmagan bir xo'jalik bo'ldi. Bizning halqi Chinqachilar o'tirg'i chiqib naq maydonda nayt yaxshi e'lon so'zlari bo'ldi. Ko'p tashakkur sizlarga. İki xonimga yandan bazaq sağan rangli qazonlarimizdan birdan ikkini so'g'at qilsam, o'qirindishimizga Nazifa yurish Chinqachilarimizdan bir yurish so'g'at qilsam, yaxshi ko'rib ishlatishinglarni umid qilma. Ko'p rahmat. Rahmat. Yaxshimisizlar? Nayt saviylik bir yaxshi nomer bo'ldi.
Sizlarga Yeşil Yaprak markasındaki sulu etken çay içimligidan bir yürüyüşten 3 yürü soğuk qilay rahmat. Rahmat sizlarga, barliq karxanchilarga rahmatimizni bildiramiz. Albatta sizlarning nomeringlarni yaxshi ko'rganlik uchun sizlarga ko'ngil so'g'isi qildik. Men Kuldur programmamizga barliq xizmatchilar vakolatan shu programmamizga kelganlarga yana bir qatim rahmatimni bildiraman. Yana davomli kelib turgaysizlar. Ma'qul salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Tayyorliqlarni bitdi mana. Hoy, cho'ngstam yo'q-ku. Molligirin Küldur programmamız nait yuqur kayfiyatda davomlashyapti. Unda xosa qizg'in alqishlarimiz bilan mahirlarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Külkü bilen başlansın sorun. Kılıp koysam çakçak bir oyun. Ustazlarımni küldüre alisem yoktur menen başka arzuyum. Kilip kaldım Molligin küldürge. Ustazlarımni küldüreymikin dep çakçak hurucunun azrak ep gitti. Körledim o çakçaklarını ündüreymikin dep. Kalmuratka acep şaşamaz bugün. Keçidin hepizem karvayı çüşleri kırdı mı? Ya ki Abdullah Kam Davut Baltı bu. Paypaht kıfılını çıkardı hep yanı vurdu mu? El söygen Nakşici Abdullah Ustaz. Halkımız nam bergen Şincan bulbili. O 60 kıkırsı mı itot oynaydı. Davut Baltı bu çakkan futbolu. Gülcemal edem çıraylık özü. Halk yakıdı o kılgan ersüzü. Bilet biremkin dep azrak maqtsam. Karanlık hıcılıktan kızar diyor. Cüretke sizge nime deyemdi. Körüp meni kaldınız men dep. İyi bilet verişine untulup kalman. Deriz astıda olturup mügdep. Karxançılar bir külüp bersanlar. Soğat ayımay cık bersanlar. Naladı kupandı malla kalmışsa meyli deymen go. Nakbul bersanlar. Senet Begir'deki çolpan ustazlar. Capakeş, mehnetkeş, karxançı ustazlar. Heminizlarga körlü oğlu Ömer Sekra'dan otuk salam, ali ihtiramlar olsun. Rahmat. Ömer Sekra. Mende yumur yok. Ama şu çakçakçılar sayesinde Yamanbek tunulup ötep ketken, doktor açtı, yumur vraş vurup ketken bir çakçakçımız var. Cavgıstaylık. Rozakın tudakın deygan. Şu pəkirlik çakçakçımızga hevesim var benim. Şu çakçakçımızın çakçak uslubu boyunca mişəgi kiliş jaryandı bolğan qızqarlıq işlərdən 2 şingil paran qıp bersen. Maqul. Muşu yiraq bir yazıda 2 balı varken başqalarga çangıp işləydigan əlaqələrkən bir günü birisinin oylısında quduq qızıb itib bir tal komzak tepib yaptı. Sonra o komzakni qolu şundal asa budurlar bir üstəkilərlə tən elə rivayətlərə dividim bir çıxıblam. Ben Yamanbek aldırayım. Bugün ma Küldur programmasına verip oyun kömek istedim. Ma 3 daldım tuxumni berey, ög berip çaqsanlar, telonlar urundaydı deplam, ketip qalar ekan bu. Ketip qalgandan keyin bular şu tuxumni ep xoşallığı da ver tutlam şikayet ağırlap şu ağırılgancha 10 yıl körüşemeyer ekan-da. 10 yıldan keyin o birisi bayliq deganga tilip ketadi ekan. Tuzor, ovchilarni haydab, belli kelib qarasa bu ağını seni 10 yıl burun şu haltıda şu veyrani şu eski çapalarla tuğan vay bu neymiş gitti ben şu tuğumlarını birincisini çaktım pul talep kıldım bedi ikincisini çaktım dağaç talep kılsam 5-6'ya dağaça üçüncüsünü çekip şirketli dedim çoğun bir şirketten birini kurup beni kolaştımda nurgulluğan vakaletçiler bu oturuptu bu sen bu şup betil turupsan go. Bu nimi şup ketdi tuxumlaring ses chiqib qolmaganda sening. Dese, vay nemi deyse adaş. Men şu tuxumlarni elib qo'shalligimda yugurib ishni oldik, berishimga tashqi palaq qilib putlashib, bir tal tuxum yeg pokil tushdi, tushigilan vay xotolla debdim-a. Uyning ishchimi xotun, sesimi xotun, uyingizmi xotun, liqli xotun bo'lib ketdi. Vay qanday qilaman deb, ikkinchi tuxumni chiqib ma xotinlarini yo'qotdi debdim-a, o'zimning xotinim qo'shilib yo'qolib ketdi. Qanday qilmayman endi? 3-chi tuxumni chiqib xotinimni yondirib ekan.
Shundaq qilib bu sahnaga ham chiqib oldim, men ko'nikma qilib oldim. Bu yerga kelish menga uncha o'ng'aymi, to'xtamadi. Bo'g'liqning hammasi shu do'stlarimga bo'ldi. 3 qata uzchi berib bo'ldi. Marketim mağdurgancha ünlüler qarab to'q chiqib. Ag'inlar qanday ahvolinglar? Desam, taraf-tarafda voy adash bormisan, voy yaxshimi? Biz yaxshi. Qizib ketdilar topgan qiqqat. Shuning bilan uzchi beringlar degiday yuz qizardi. Ag'inlar bir yaxshi tilaklaringlar yo'qmi? Desam, jimjit top degan. Hali qiqqas qizivatgan top bir tal peshik yo'q. Buni ushib ketdimdi deb chidab bo'laman, yana gap qildim. Voy ag'illar, voy bu gap qilmaysizlar-ku, va tilak o'zimi tilab qo'yinglar desam, ardim bir ag'inam chiqib, tinchlikni buzmay turing, hammamiz sukut turib sizga tilak tilayapmiz. Endi mishadan qaytib bir 5-6 kungacha sukut turdi ala tilak tilab menga. Aniq bu. Shunda qilib, bultu 6-oylarda tizimga oldirgan. Tizimga oldirib, xiyolimda o'ylayapman-ki, bir necha kun ichida telefon qiladi-ku, ushurlar keldi-ku deb, telefon deganni qo'limga bog'lab olganda ko'tarib yurdim-da. Qistam shu o'yinga qarayman. Tamoq yesam shu. Bir chetga qarab berib, ko'z ketdi, mayni qaramaylar. Ay tiring qilsa, quloqqa yaqin urumchi mali deb. Navodi kerak, ammo shu 15 minutlik sayramay qoldi. Gumon qilma, ansirayman-ki. Tunji bo'ldimi nima debchi? Otonga tilib urib, shunaqa qilma. Bespay dud qilganikin vaqtirli besitimi? Tunji emas ekan. Oshta qilaverib, bu har 15-20 minut bir sayritib besiverib, muhim ishlar chiqsa-mu, telefon olsam olmaydigan bo'lib oldi ayol. Bir kuni bozorga chiqmoqchi bo'lib, pastga tushib qoldik. Pastga tushsak, qo'lim qo'shlar paranglashib turibdi-ki, parang o'zrab qoldi. Sizlar mangash turinglar. Men keyin oldim baray. Jinsanjo deb turishimizmi? Deb mang'uz uytib, angash parang tugib keynidim badim. Jinsanjoni oldiga berib, mashina to'xtatib, yo'l yoqsiga chiqib izlab qolmay o'tdim. Qarsam, u yo'lning oyoqda, men yo'lning mayoqda. Bilasizlar bag'allar ko'rliga. Yo'lning o'rtasida to'saq va reshatka. Aylanib o'tish uchun 1 kilometr yana chuklab kelmanda. Endi shu o'xshabdi. Deb qarasam, bu ayolmi shu ko'chada o'xmush o'rnitib qo'ygan sheshantodak meni izlab yetdi. Ana qarab, dal menga kelgan vaqtda mayaqdan birinchi yo'ldan Abduz ketdim, o'tib ketdi. Qarasam, Abduzdan tang ayolning ko'zimga o'tib ketdi mayni. Adamlar dedi. Ona paqana. To'saqladi. Shara. Bu qip qizil bozorda vaqa qil bo'lmasa, qana qilmaydi. Telefon udim. Ammaydu deb urmanda telefonni. Elish nisbati 1%. Udim ama amal yo'q. Ursam buni bir muzikalik qo'ng'iroq bor telefonda. Erim, qayoqlardan kelyapsiz? Oyoqdan. Qayoqlardan kelyapsiz? Moyoqdan. Sizni saqlab yuzim to'rt bo'ldi. Kechiring. Siz urgan abuni telefonni olmaydi. Avar bo'lib qayta urmang. O olmadi. Telefon. Qizitman 180. Kayfiyat 0dan tuvan ravros gradus. Maq qapoq degan turilib o'tlashib ketdi bunda. Qana qilaman endi? Eliqi 1 kilometr orliqni paypaslab badim. Asrab ümidep kaşık şundal berişimga. Yey, endi keldingizmi? Demasmi? Eliq endi keldingizmi degan gap Bahubalining mushidek deydi quloqqa. Ekstra vop anlanib chiqadi. Endi keldingizmi? Bir kuni tamoq yeb o'ltirsam, keldi bu telefon. Lingjuju ya, erba senba menba degandek. Çok tahtasın et yürgen peti, yügen peti derizden alık rişat sığatlık kettim ama şimdi akıllı. Xiyalımda alık şim kurtatmay kalam dep ensirge yerimde o. Yaxşımsız, oralı çıkıdız o an. Yaxşımsız Ömer Cahapani bo'lamsiz? Küldür program guruh bütün telefon kuvvetimiz. Ama işte tizim kaldırıp dikensiz.
Materiallarınız evet versiniz, keler ettilergiçe bir vaktiniz var mı dedi. Voy vakt ba. Men de şu vaktin başka hiç nima yok hazır. Vakt etmende. Dağına erteli baray. O şunda dep gittim. Şunda kilip aldım. Bu sakine çıkıp aldım. Azraq bir kemçiliklerim var dedi. Davalay aldım. Şunun kelgendikin değişik. Bu yaman aldırango men. Hem de bu aldırango degan söz sal aciz kip kaldı ki. Dehşet aldırango. Kabahatlik aldırango. Yetsek vadericilik aldırango değil mi? Falaket. Olamet aldırango. Hem nemi kaldıraysılar desen la? Hiç nemi kaldırmayayım. Şu işleninki ceryanı bilen. Hoşum yok. Neticesi aldırayım ben de. Mana. Öyle kinolar bir görünüşler var. Bu vakti kuludu. Ömeleydi. Hapsi berip şundar yönesi 7 yaş girip kalkan. Başlangıç mektepten dervasını kirgizvatsa, Ali mektepten dervasının diplomunu götürüp iş kılgan. Arlıktan da cüret var ekanla yazıp koyduğun xatları var 15 yıldan keyin. Sadıgan kiteyle. Menin hayatım başta Osman deymen de. Bir uxlap qopsam bara şirketkin bir kessem ben. İkinci qatam uxlap qopsam tuga kessam. Başta olsa kinep Kimam şunjilleri? Şu aldırap denetlam. Bu Ürüm şehirge okuş kip kalmanda. 5 yıl okuysa dedi. Oho, nimunda uzak vaqt bu? Kaça okup olma o 5 yılını? Çidap gayret kılıp 3 ay okudum. Dertliğe çıktım öyle bir kemedim de. Öyle kıykas can. Ama o mezgillerde bizden kentten çıkan tuncu Ali mektep balisi hemen. Şunda koşular çıksam o çoğunlar uçurup koy. Ömercan balam mı sen? O alamet okudum. Moşta okudum. Osmanlı Gültün sana esasım. Üzümün balisi. Anda geplerini anlamasam. Ol kırıp kaldım mangımı. O geplerim, 3 ay tuğunum bile özgürüp gitti geplerim. Ano, dep toğulaştım. Apa, dişini öğrendim. O vallahi öyle görüşmedim. Oku bana, öğrenci diyen dehşetke, vina diyen İngilizce göz. Abdullah Abdurrahim'ni gördüm. Çoğun aysalar öyle bir tamak yap. Ama köygünün burasaka. Siz yolun uyakta, ben yolun buyakta köygen. Çoğun aysalar öyle tamak yiginin muras. Bir aşkhana girsen tamak yap oturup geldik. Şilepsi, beşik çoğun kip kalgan uğuruk vaktleri. Stigarak mansı çapandan çıkıp gidiyordu. Çapınımdan ayrılıp kalmaydı, mındak yürüydüğün vaktları var. Şu mezgillerde kip kap dikenme. Şunda kılıp, bu öyde dadamның 2-3 günde bir tutudu. Yatak oydu yatmayınca, kırıp lan, kay vakit yatmak istedim balam. Müşta yatı veremse, etsizlik bağmazsa sen. Diyhan bommayım ben de deptim. Kayadan çıktı bir tal kaltek koluğa, varası burası kaldı. Lan, dervazdan tüyüge geldim. Kaça, bugün kıçıp, keştiğini kelsen ko, çakım hemen bugün, çakım hemen. Çakım hemen, patron depla beni, ottı dervazı daranlı teydi. Yok. Şu kaçkan şehiril girip gittim. 6 ay terekçilik kılıp, onun için son pul mu tepsime? Maşını vazırı çıkıp 98 yılının yettik. Ben de maşınısın bana el valim. Uçaklarda birinin kenette bir işkit alma maşını var vakit. Fotçe men. Deri zillerini yitip paydayım. Bu 98'nin mendiyesini mişkul yok olmuşlar. Yoğulap çürümüzde. O tak çürüp onun gibi işenmeymiş, eynek tusu var mı soğun beni deyip, pattağını kazının boyundaki suzup, ramdan çıkırıp kopaydayım. Çalıp çokla tanıştım bir sürü toğlap kalma. Ahmet mandın mı? Ben çoğun mangan berke telefon kılcım mı? O şu gep bilen, öyle ki yollar yatkızıp koygan, censizlerden ütüp kaldı bu maşına. Ustazlarımla vaxtını hep koydum, rahmet. Programımıza hoş geldiniz. Aldı bilen özünüzün salımını yollaş, özünüzü bir tanıştırayım siz. Salam barcha ustazlar. Hemenizlarning azık vaqti xayrlik olsun. Ben Körledin kelgan Mayır, Ömer Sakradin hemenlarga otiq salamlar olsun. Rahmet.
Avaydan beri yumurlarını aytdınız. Təmtiraş, huduquşuq, lekin ovoz jihatdan texmi bir ovozingizni yuqori ko'tarib deb men mishadimshunda qarab ketdim. Yo'q, Qo'lga bo'lsin ko'tarib olarkanman. Men yo'q, men nima o'qib ketsam, ustozlar bak illikda o'layotgan o'xshaydi deb so'rabdim. Rahmat. Unda bo'lsa ustozlarniki taklif fikrlarini anglab boqaylik. Bu yigit bo'ladi-ku. Shu o'zimi dedi-ku, shu ustoziningki uslubini yaxshi ko'rma, o'rganyaptimi deb. Ro'zaxonning, Ro'zaxonnikin o'rganyaptimi degandek, rost o'rganyapti. Ko'rdik o'rganyotganini, shu bayon qilyapti, tirishyapti, shu obrazlashtiryapti. Ishqilib bu yigit bo'ladi-ku, keyin yana mana qichamroq qilib keskinroq-chu, azroq bir masalani hal qilish kerak. Biz sizning mayli beshingizdan o'tgan hikoya bo'lsin, mayli turmushda yuz bergan ish bo'lsin yoki yolg'ondan yozgan bo'ling. Bu sizning to'quvishingizda, to'quvishingizda bu. To'quvishingizda bir maqsad hal bo'lish kerak. Nima demakchi bu yigit oxiri? Mushu bir bilak hikoyani so'zlash orqali bizga nimani o'qitmoqchi? Uğurluqning yomon oqibatini o'qitmoqchimi yoki dadasining achchiq yomonlikdan bir yomon oqibat kelib chiqdimi? Bir maqsadni o'qitirsiz oxiri. Bu itot o'xshash vazifasi va narsa. To'quvishimichu. Mushunda o'qib oldingizmi hozir? Qichamroq qilib bir maqsad muddani amalga oshiringda shu. Qiziqchiliginiz jarayonida. Lekin men sizga nomer beray. Mening rahmat ustoz. Rahmat. Abdullaniki bak muhim bir gapni qilib To'quvishoniki, mana yolg'iz kishilik kuldirgining shaklining umumiy gavdining qanday bo'lganligini deb berdi sizga Umarjon. Shundaqmi? Ammo hozir nimishki bunday bo'ldi deb o'zingizga savol qo'yyapsiz qachon. Nimishki bir qizg'inlik bo'lmaydi mening bu to'quvishim. Men shunda ravon yaxshi davatgan. Sizda hozirgi davatgan graduschi, 1 gradus 1 diyo tuvan, nurmi tuvan, ovozmi tuvan. Voqeliklar Ro'zaxonnikidan qilishmayapti. Ammo kulki bundoq chiqmayapti. Nima uchun bu? Nima uchun mana oldu deganda o'ylayapsiz hozir. Topolmayapsiz. Men davatni sizga gradusni ko'taring, ovozning giyosini ko'taring. Tushundingizmi? Tushundim. Biz boshqadan kelamiz. Tushundingizmi, Umarjon? Bo'ldi. Men sizga qo'llayman. Rahmat. Rahmat. Umarjon, yuqorida ustozlar intayin yaxshi gapni qildi. Mushu eng muhimi shu sahnadagi qizg'inlik yetmay qoldi-chu. Bu amaliyotni siz o'zingiz to'qidingizmi buni? Əsərlə, intayin komediyalik xuruşlar intayin köpkə içində nurgun məsələ o'rinlashdan chiqib qoldi. Masalan, siz shu Ro'zaxondan keyin yaxshi ko'rmay, ko'rdim dedingiz, yaxshi milliard kulki sahnasini ko'rib, shundan nim qildingiz, shu hozir Xalmuratkam do'rgandek ana shundoq. Shu Ro'zaxon degan ayolini do'rgan yerlardimi hatto? Obraz. Shuni bilan shu yalti qoldi degan yerlar degan uning degan rasmiy kulki qo'zg'aydigan ishda qizg'inlik bor. U hamda lekin uningda yana bir Abdullah ustoz degandek bir rasmiy markaziy ideya bor. Bu faqat Ro'zaxonningki, mush bugungi kunga kelgicha o'zining ashundaq mush san'atga bo'lgan o'zining taqozosi bilan o'zining mush ish qilgan ishtiyoqi ifodalangan hikoya bu. Shuningda bir logikalik bog'lanish bor aningda. Hamda ma'noda ikkinchisi sizningki bog'lanishni biz tasavvur qilmay qoldik. Lekin sizning asringizga, mush ro'yingizga, ijodiyatingizga men nomer berma, kuldir sahnasi sizni yana saqlaydi. Degan mush ustozlarning bergan yaxshi fikrlari bo'yicha boshqa bir qiyofat yana bir keling, ha? Bilamda? Bo'ldi, rahmat. Men sizga nomer berma. Rahmat. Men sizga nomer beray. Ustozlar degandek, yana bir qatamliq programmada boshqacha, yangicha bir uslub bilan sizni ko'rishni xohlaymiz. Rahmat. Rahmat ustozlarningki qimmatli taklif fikrlarga. Ustozlar degandek, bu qizg'inlikni qandaqdir tomoshabinlar, ko'rmanlardan emas, oldi bilan o'zimizni izlashimiz kerak-ku. O'zimizni qizg'in holatda bo'lgan vaqtida atrofdagi kishilarni o'zimiz qartalaymiz. Sizga rahmat albatta, korxonchilarimizning ko'ngil so'g'isi va programmamizning tajdorligini olgan Mo'ligirin silaqlashmaylari. Mo'ligirin kuldir sakni kelganingizda qizg'in qarshi olma. Karvan məbləğçilik şirkəti namıdan Mo'ligirin Abdullar bilan sizning mashinangizning asrash mulozim so'qsin. Buni ko'rildi bizning tarmoq do'konimiz bor. Shu asrash do'konidan ta'minlasangiz bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Programmamizni alayda talab qilgan cho'ng ustam shirkati. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Men cho'ng ustam shirkatiniki nomidan bir yurish Aile yurishkidan bir yurish so'g'at qilsam, so'g'anni qabul qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Programmamizni alayda qo'llagan Sarkar shirkati. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. Men Sarkar shirkatiga vakolatdan sizga oilada ishlatilgan meva sharbati uskunasi so'g'at qilsam, qabul qilsangiz. Rahmat.
Xush kelibsiz. Men bu sizning tirishchanligingizga Sanam şirketimizning isil mahsulotlaridan bir yurish sovg'at qilay, qabul qilgaysiz. Rahmat. Buldu men sizga VGV mashinasozlik shirkatidan sizga bir yo'l xotirlash uskunasidan bir sovg'a qilay. Rahmat. Ömercan xush kelibsiz. Xush buldum, rahmat. Men Şinjan Çindil şirketimiz ishlab bozorga solgan yurak menga foydali bo'lgan qalb go'ri ishimnikidan sovg'at qilay, ko'nglimni qabul qilsangiz. Rahmat. Yaxshimsiz. Men sizga Şinjan qo'shnilar yuvish buyumlari shirkati nomidan ishlab chiqarilgan Shuangfulo markasidagi kir yuvish, qoch yuvish mahsulotlaridan bir yuvish hadiya qilay, qabul qilgaysiz. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshimsiz, xush keldingiz. Men sizga Şinjan Bargi Biopan Texnik Çekiş şirketimiz Fairlas markasida ishlab chiqarib bozorga solayotgan mahsulotlardan bir yurish sovg'at qilsam, qabul qilgaysiz. Rahmat. Yaxshimsiz, xush kelibsiz. Men sizga Ifrana girimchiligi nomidan bir yurish er ayollar o'rtaq ishlatishga mos keladigan teri asrash mahsulotlari sovg'at qilsam, o'zingiz ishlatmay qolib qolsangiz, uydagi go'zal ayolingiz ag'ash borasiz. Rahmat. Rahmat. Xush keldingiz Ömercan. Men Gumunaya Inoq Oila Yezilik taraqqiyot cheklik shirkatidan bo'laman. Bizning bu ko'ngil sovg'amiz bor, qabul qilsangiz, bizning Inoq Oila shirkatining Inoq Oila markasidagi yurishlik mahsulotlardan bir yurish sovg'at qilsam, qabul qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Ömercan yaxshimisiz? Sizga Ürümçi Yeşil Yaprak Soğutucu Çekiş şirketimiz ishlab chiqargan Yeşil Yaprak markasidagi miyi meg'izlar qo'shib ishlangan aralashim solo yarımızdan bir yurish sovg'at qilay, qabul qilgaysiz. Rahmat. 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 Yaxshimsiz. Sizga ham shu shaxsat eg'iz boshliqi davolash boshqarish shirkatimizningki 1000 yuanlik davolash eg'iz boshliqi davolash kartasini sovg'a qilman, qabul qiling. Bundan keyingi ishlaringiz texmo to'liq bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ömercan yaxshimsiz. Men Şinjan Volqon Socheklik shirkati nomidan sizga ham shu tabiiy jangal shortiga qo'shib ishlangan silinjidan bir tal sovg'a qilmasam. Rahmat. Rahmat barliq karxanchilarga. Sizning shu programmamiz uchun Korlidan ataydan kapsiz. Sizga rahmat. Abay ustozlar degandek yuqorqi kamchiliklarni texnik tuzatgan mukammal bir nomerni yana sahnamizga olib chiqishingizga tilakdoshmiz. Salomat bo'ling. Xayr xo'sh. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Mo'ligirin Kuldir programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelar san programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.